Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Shunday ajoyib bo'lgan kachalarimiz bugun obzorini yoritib beramiz. Kachalarni ko'rishlaring mumkin, xudo xolasa, skromniy variantda bitgan. Metallari haqida ma'lumot bersam, tepalariga polikarbonat Lexandan foydalanganmiz. Stoyka profillari 8 ga 4 bo'lgan, kraskalari parashkovoydan foydalanilgan, xudo xolasa. Ponni moshina holatda tayyor bo'lgan. Sidenalarga divan chexoldan foydalanilgan, xudo xolasa, yotib turadi, bemalol divan qilib ham ishlasangiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu ko'rib turgan kachalarning narxi 2.700 ming so'mdan, xudo xolasa, vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida vodiydan tashqari joyga kelishilgan holatda. Albatta ushbu ko'rib turgan kachalangiz maydalanib, yana yig'iladi, xudo xolasa, yana yig'iladi. Xo'p, bu ko'rib turgan shohona fason kachalangiz, xudo xolasa, hajiyalim. Shohona fason kachalangiz ideal holatda tayyor bo'lgan, bunisi ham lazerlariga, arkalariga bitta himmat qilasiz. Xudo xolasa, arkalarining bittasini ham chok tushmagan, moshina holatda bo'lgan. Buni ham tepalari polikarbonatdan foydalangan, kraskalar parashkovoy, stoykalariga 8 ga 8, 1.5 stankadan foydalangan. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi 5.300 ming so'm, vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida, vodiydan tashqari joyga albatta kelishilgan holatda. Xo'p, keyin kachalarimiz ko'rsatadigan bo'lsak, keyin kachalarimiz xudo xolasa mokraspar rangda bo'lgan, o'tiradigan joyiga yog'ochdan foydalangan, yog'ochlarni ham did bilan chiroyli qilib qo'yilgan. Bu kachalarimiz narxi 2.600 ming so'm, vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul albatta vodiydan tashqari joyga kelishilgan holatda. Xudo xolasa bu ham yig'ilib, sochilib yig'iladi, xudo xolasa. Xo'p, keyingisi shepim yotibsizmi? Mana. Xuddi shu holatda divan qilib olishingiz mumkin, ko'rsatib qo'ysa operator. Xuddi shu holatda. Xotirjam bitta odam emin-erkin yotadi. Xo'p, bu kachalarimiz shkala svetda qilingan, buni gullarini boshqacharoq qilganmiz. Bu kachalarimiz narxi ham shu 5.300 ming so'm aytib o'tganimizdek, vodiy bo'ylab dastlabkachida vodiydan tashqari joyga kelishilgan holatda. Xo'p, keyin kachilarimizga o'tamiz. Keyin kachilarimiz boshida aytib o'tgan 2.600 ming so'mlik yog'ochli variantimizda yashil rangdan foydalanib qilingan, xudo xolasa, ranglariga ham bitta himmat qilasiz. Ideal holatda tayyorlangan. Lexanlar ham juda chiroyli holatda turibdi. Bu kachilarimiz ham 2.600 ming so'mlik variant. Bu yerda yana 2.600 ming so'mlik variant kachilarimiz bor. Mana ko'rishlaring mumkin, xudo xolasa, cho'tki holatda. Endi kimga shunday tuxum kachilar kerak bo'ladigan bo'lsa, 2 kishilik variantda xudo xolasa qulay narxlarda qilib qo'ydik. 2 kishi bemalol o'tirib xotirjam tushadi. O'zini ko'rpalarni ham solib qo'yganmiz. Xudo xolasa moshina holatda bo'ldi. Bu kachilarimiz har xil rangda bor, shkala svet, mokraspar, korishniy svet, seri svetdagisi bor. Bu yoqda avz ko'rsatamiz, maloshli svetdagisi ham bor. Bu kachilarimiz narxi keladigan bo'lsak, bu kachilarimiz narxi vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida 2 million so'm, vodiydan tashqari joyga kelishilgan holatda, cho'tki holatda tayyor bo'lgan. Kimga shunaqa kachilar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerga aloqa chiqishingiz mumkin. Ishlaring juda ham chiroyli va sifatli qilib beramiz. Kraskalar ham ko'rsatib o'tasiz operator. Buni kraskalari ham xudo xolasa parashkovoy kraska bo'lgan. Cho'tki holatda turibdi. Zanjirlarni ham mo'shinasidan qo'yilgan. Bemalol pastdagi nomerga aloqa chiqishingiz mumkin. Bizda Viber juda ham ko'p, obzor ham juda ham ko'p. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.